Assalomu alaykum hammaga, obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun to'g'ri kupon qilishda, to'g'ri stavka qilishda bir boshidan noldan ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib stavka qilamiz, qanaqa qilib to'g'ri kuponlarga pul tikamiz. Bu video 18 yoshdan kattalar uchun. Hech kimga bu tavsiya qilinmaydi o'ynash. Qana boshladik. Barchasi bu programmani bilmaydiganlar uchun kirganimizda, akkaunt ochilganimizda shu joyda paydo bo'lamiz. Keyin barchasi degan joyda bosamiz. Tilini o'zingizlar o'zbekcha qo'ysangiz bo'ladi. iPhone da bo'lsa nastroykasidan kirib, shu programmaning ichida tili bor. Barchasi deganda bo'lsam, programmaning ichida ham bo'lish kerak. Ilovani o'zbekcha qilib olish. Mana ilova tili. Ruschada bo'lsa sizlarda yozik deb chiqadi, inglizchada bo'lsa bilmadim. Xullas axborot shunaqa yumaloq xaritaga o'xshagan narsa chiqadi. Hop, biz boshlaymiz bo'lmasa. Kupon qilishda liniyaga o'tib olamiz. Biz natijalarimiz har doimgidek ajoyib. Akkauntgacha yangi ochilgan. Boshlaymiz. Bugungi o'yinlardan kupon qilishni boshlaymiz. Birinchi ko'rib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston, Misr. Yaxshi, O'zbekiston, Misr. O'rtoqlik matchlari ekan bu. Kerak emas bizga o'zbek. Finlandiya, Malta. Finlandiya kuchli jamoa. Polsha, Gollandiya. Ikkalasi ham kuchli jamoa. Lekin biz asosiy deb chiqadi. Ustiga bosganimizda asosiy. Yonga sursak birinchi taymdagi holat. Birinchi taymda G1. Polsha yutsa G1 deb bosamiz. Niderlandiya yutsa G2. Bu hozir tushuntirayotganim umuman tushunmaydiganlar uchun kupon qilishdi. Endi boshlab, endi o'rganayotganlar uchun. Ikkala jamoa gol uradini bossak, o'yin 90 minut ikkalasi gol ursa o'tadi. Total degani bor. Total degani inglizchadan olganimizda umumiy hisob. O'yinda nechta gol bo'lishidan ko'p, oz, bu tomoni oz, bu tomoni ko'p. 2,5 tadan ko'p gol bo'ladi desak, bosamiz. O'yinda 3 ta gol bo'ladi bu o'yinda. Slovakiya, Shimoliy Irlandiya. Yaxshi, ikkalasi ham kuchli jamoa. Total 2,5 dan oz qilsak bo'ladi. Ko'p gol bo'lmaydi bu o'yinda. Pastga tushirsak total juft. Aniq hisob. Unaqa narsalar kerak emas. Birinchining natija totali 1ning x'i total 1,5 dan ko'p olaman. Barobar bo'lsa ham o'taveradi. 1ning x'i 1, mana Slovakiya birinchida turgani. 1ning x'i total 1,5 dan ko'p. Hop. Bu yerda Xorvatiya bo'lmaydi bu. Xorvatiya yutadi. Biz Xorvatiyani darvoza tomon aniq zarbasini olamiz bo'lsa. Yo'q ekan, hozir chiqmabdi. Hech narsa chiqmabdi hali bundan. Yaponiya, Gana. Yaponiyani yutishiga bemalol bo'lsa bu. Janubiy Koreya. O'rtoqlik matchlar hammasi. Bugungi o'yinlar kammi deyman. Chernogoriya, gibridlar. Chernogoriya yutadi. Darvoza tomon foul qilaylik. Foul juda ko'p bo'ladi bu o'yinda. Foul ham chiqmagan, hali keyinroq chiqar ekan. Bitdan keyin chiqadi. Biz kuponda ertalab qilyapmiz. Biz olamiz ikkinchining total 2,5 dan ko'p. Chernogoriya 3 ta gol urishini oldim. Bemalol tekshirib olasizlar o'yindan keyin. Bo'ladi. Germaniya. Bu o'yinda darvoza tomon aniq zarba. Ikkinchining individual totali 8 dan ko'p. Bitta aniq zarba berishiga Luksemburgda ikkita zarba berishiga почти 2 koeffitsient beryapti. Biz olamiz
7,5 dan ko'p. Germaniya 8 ta aniq zarba tepadi. Tepadi. O'yinda katta hisob bo'ladi. Biz 11 koeffitsiyentli kupon terdik. Bu kupon 99% yutish ehtimoli baland. Bemalol o'yin tugagandan keyin shu videoni qachon ko'rgan bo'lsanglar qayta tekshirib olishlaring mumkin. Men bunga tikaman. Tak 500 ming tikaman. 500 ming so'm tikib qo'yaman. Kupon qilish shunaqa bo'ladi. Qaysi komandaga to'g'ri. Lekin pobeda eng xato narsa. Ko'pchilik kupon qilishni bilmaydi. Pobedani bosadi. Birni yutishi G1, G2, G1, G2. U narsa juda xato. Shu kuponda tekshirib ko'rasizlar. Bemalol 99% kuponimiz g'alaba qozonadi. Endi sizlarni hammalaringni Telegram kanalimizda kutib qolaman. Telegram kanalimiz YouTube profilimizda tagida bo'ladi. Kirib bemalol silkani ustiga bosib kirsanglar bo'ladi. Like bosib, bitta qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, kommentga plus qo'yib ketinglar. Plus qo'ysanglar hammanglarga kupon qilishga yordam beraman. Telegram kanalimda o'zimning lichkam bor. Bemalol yozib, kupon qilishni o'rganib, kuponlarni olib 100% kuponlarni bemalol hisobxona bossak bo'ladi. Hammaga omad. Yana qanaqa video qilib chiqaraylik. Nima tushunmagan joylaring bo'lsa, hammasini o'rgataman Telegram kanalda. Hammaga omad, sog' bo'linglar.